OFK O'zbekiston terma jamoasi mehmonxonasiga ofitser yubordi. OFK terma jamoa futbolchilarini doping testdan o'tkazdi. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida 5-iyun kuni bo'lib o'tishini inobatga olsak, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi oldidan Osiyo futbol konfederatsiyasi O'zbekiston terma jamoasi istiqomat qilayotgan mehmonxonaga doping ofitserini yubordi. Ma'lumotlarga ko'ra, terma jamoa tarkibidan 4 nafar futbolchidan doping nazorati uchun namuna olishi kerak ekan. Eslatib o'tamiz, uchrashuv 5-iyun kuni Al-Nahyan stadionida o'tkaziladi. Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev amirliklarda qolib ketgan vatandoshlarimiz va konsullik xodimi o'rtasidagi suhbatni ham o'z Telegram sahifasiga joyladi. Ushbu suhbatdan sizlarga parchani namoyish etamiz. Hozir javob kutib turibmiz. Aka, sizda shu 8 nafar fuqaroni ro'yxati bormi? Ism, familiyasi, kim, qachon? Ayting menga ism, familiyasini 8 nafar fuqaroni. Men hozir bildim. Xonaga boring, menga. Aka, siz ish vaqtida rulda nima qilib yuribsiz, aka? Konsulsiz, rasmiy odamsiz. Ish vaqtida rulda nima qilib yuribsiz? Nima deganingiz ish vaqti? Qanaqaga chiqqanmiz? Balisa bitta fuqaro emas-ku, balisaga boramiz, mazasi yo'q fuqaro. Siz rulda nima qilasiz, aka? Sizlarga haydovchi biriktirilmaganmi? Yo'q. Nega biriktirilmagan? Tushunmadim. Nega biriktirilmagan haydovchi, aka? Siz haydovchilikka ishlatib kirganmisiz? Konsulmisiz yoki haydovchimisiz? Konsulman. Konsul bo'lsangiz nimaga vazifangizni qilmasdan rulda yuribsiz, aka? Aka, biz ko'chada ish bilan topshiriq bo'yicha chiqqanmiz. Aka, topshirig'ingiz meni qiziqtirmaydi. Men sizga mana 8 odam bo'yicha izoh so'rayapman. Shunchalik tomoni siz hozir ishda bo'laman. Yo'q, aka, chetga to'xtang. Hozir menga 8 odam ro'yxatini bering, chetga to'xtab hozir. Ishxonaga bo'laman. Bitta transfer xatga to'xtaysiz aka. Bo'ldi aka, 15 minutda men sizni qayta qo'ng'irog'ingizni kutaman. 8 odam ismi, familiyasi, ro'yxati, nima uchun ushlab turilibdi va unga kim qanaqa izoh beradi? Hamdan ibn Muborak Birlashgan Arab Amirliklari oldiga O'zbekistonga munosib qarshilik ko'rsatish talabini qo'ydi. Birlashgan Arab Amirliklari futbol assotsiatsiyasi prezidenti Shayx Hamdan ibn Muborak Al-Nahyan milliy terma jamoa a'zolariga ishonishini bildirdi. U mashg'ulot jarayonini kuzatdi hamda O'zbekistonga qarshi o'yinda yaxshiroq o'yin ko'rsatish va ijobiy natijaga erishish qolaversa, saralash bosqichida qolgan barcha imkoniyatlarini ishga solishiga chaqirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Abu Dabi shahridagi Muhammad ibn Zayd nomidagi stadionda mashg'ulot o'tkazmoqda. Assotsiatsiya prezidenti, direktorlar kengashi, hamkorlar va butun Birlashgan Arab Amirliklari futbol oilasi jamoaning orqasida turgani va Jahon chempionati 2026 saralashida ijobiy natijaga erishish uchun barcha zarur yordam ko'rsatilishini ta'kidladi. U murabbiy Qosim Olariyu va uning yordamchilarini qutlab terma jamoada muvaffaqiyatlar tiladi. Kosmin Birlashgan Arab Amirliklari futboli va uning elementlari haqida ko'p narsa bilishini va shu bosqichda jamoani boshqarishga eng munosib ekanligi, Birlashgan Arab Amirliklari futbolida katta yutuqlarga erishgani ta'kidlab o'tildi. Shayx Hamdan ibn Muborak shunday dedi: Biz futbolchilarning uzoq mahalliy va mavsum va ko'plab xorijdagi o'yinlardan so'ng milliy terma jamoaga qo'shilish istagini qadrlaymiz. Shu bilan birga ular bu to'plagan tajribadan foydalanib, qolgan o'yinlarda jamoa manfaati yo'lida mehnat qilishlariga ishonamiz.